Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Bugun yana o'zimiz xonadonimizdan juda ham chiroyli, juda ham zo'r liniyasi bor original sog'liqlarimiz kelib qo'ygan akalar. Videoga like bosib kuzatib tursangiz, inshaalloh bular ma'lumotini to'liq yetkazamiz akalar. Bugungi juda ham ko'p yaxshi sog'liqlarimiz bor, to'xillar bor, bo'g'oz qo'ylarimiz bor, katta gigant qo'chqonlarimiz bor, liniyasi bor sog'liqlarimiz bor. Like bosib bizni videoni oxirigacha kuzatib turinglar. Hafta kuniga bugun juma 21-avgust, jumayom hammaga qutlug' muboraklik kelgan bo'lsin. Inshaalloh bu videolarimiz kechki paytga berib chiqadi. Yaxshilab qo'ylarimizni e'tibor berib, quloq joylashlariga, qo'zlarning oldi korpuslariga hamma joyga yaxshilab e'tibor bering. Bu yerda tumorchalari ham bor ekan, maşalloh. Endi bularning eng qiziqarli yeri dumba razrezlari, quloq tashashlari mana. Afg'on gibrid sog'liqchalarimiz. Xudo xolasa real holati mana ekan akalarimiz. Bu birinchi sog'lig'imiz bo'ladi. Biz bilan bo'ylarga metr qo'yib, yengil ko'rsatib o'tib ketamiz. Ikkinchi sog'lig'imizga keladigan bo'lsak, ikkinchi sog'lig'imiz shuni pateyimiz bo'lib qoladi, ikkinchi sog'lig'imiz. Mana buni ham dumba razrezlariga yaxshilab e'tibor berasizlar. Mana bitta bitta joyi qo'y. Maşalloh, mana qo'zilar. Real holati. Xo'p, endi mana ukamizning qo'lida turgan afg'onni yuzga yuzi, quloq tashashi, haqiqiy seleksiyaga ishlatadigan qo'yimiz. Dumbalar nima deyapti buni? Mana akalar, simjung o'zi tuladigan sortidan. Mana oldi korpuslarni ham yengil ko'rsatib o'ting. Bu 3-qo'yimiz bo'lib qoladi. Mana hamma yoqi tulab bo'lgan. Janavar sivitlari, kallalari zo'r. Ishqibozlarga akalar beramiz, xudo xolasa. Afg'on istab yurgan, dumbasi tikka, zo'rdan istab yurgan aka-ukalarimiz shashilab aloqaga chiqarsizlar. Bugun bizning kanalda sizlar so'ragan, sizlar istagan qo'ylarni qanaqasi bo'lsa ko'rasizlar, inshaalloh. Xudo xolasa, 4-qo'yimizga ham yaxshilab e'tibor berasizlar. Faqat bularni akalar 1000 ta 5 ta qo'y ichidan tirib olingan qo'ylar mana. E'tibor beringlar. Uni ham dumba razrezlarini ko'rsatib o'ting. Faqat afg'on dumbasini tikkasini istash tapish juda ham qiyin. Mana haqiqiy qo'y qilib, uzoq yillar elib, bolasini olib yuraman degan aka-ukalarimizga mana quloq joylashlari Arashanga deyarli yaqin. Mana o'zi tulagan, mana oyog'i baquvvat, kassalari baquvvat, to'shlari eyan, faqat tozalari. Birinchi partiyamizga dial zo'llari, maşalloh, mana birinchidagi qo'yimiz. Umidjon, bu nima deyapti bu qo'y, ha? Bitta bo'yiga metr qo'yib qo'ying-chi. Maşalloh. Ana qo'y. Juda ham toza ekan qo'ylar, jannavar. Tulagan yerlarni necha ekan? 80, 78, 79. Mana akalar, past 80 dagi qo'yimiz mana. Kassalarni e'tibor beringlar to'shlariga. Mana haqiqiy alab, irimma baqib yuraman degan aka-ukalarimizga. Mana kallalari, quloq joylashlari mana. Real holat akalar, mana tumorchalari, mana kallalari. Mana qirroyung yuz tulagan bu ham. Oldi korpuslar faqat tozasi akalar mana. Elitas. Bunga ham yaxshilab e'tibor beringlar mana. Maşalloh, mana quloqlar, quloq tashashlar. Quloqlari ham o'zi 19-20. Eng bularni realni keraligiga, seleksiya kerali tomoni mana oldi korpuslari. Mana to'sh eyalligi, yosh qo'zilar 80, 75 ta qo'zilarni korpuslarga e'tibor berasizlar. Birinchi partiyamizga inshaalloh xudo xolasa 4 ta akalar bular soni bir joy olaman aka-ukalarimiz oldim deganlarga $700 dan O'zbekiston bo'ylab dastavkalargacha qilib beramiz. Shashil aloqaga chiqamiz. Mana real holati. Bu birinchi partiyadagi qo'ylarimiz. Videoga like bosib kuzatib turinglar. Xudo xolasa 5 partiya, 6 partiya yengil qilib beramiz. Aka-ukalarimiz ikkinchi partiyamizga ham afg'onlarni, hozirgi birinchi partiyadegiga qaraganda kattarog'i. Buni ham soni 4 ta. Mana e'tibor beringlar. Bular ham o'ta elitalar akalar. Maşalloh mana. Qo'zi yarichga 7-8 oylik. Dumba razrezlar tikka. Maşalloh. Bu nima deyapti akalar? Quloqlar. Maşalloh, oldi korpuslar, yunglar nima deyapti? Ahadjon, eng tozasi sizniki ekan, xudo xolasa. Maşalloh. 4 dona. Xudo xolasa 4 talasi ham elitasidan. Oldi korpuslarni ko'rsatib qo'ying-da. Yeb ichishlari o'zi qo'yib qo'ygan akalar, bemalol qo'chqorga qo'ssani bo'laveradigan holatda. Bo'ylari 75-80 dan oshiq bo'lsa kerak, buni. Bu akalar yengil metr tashab qo'yamiz. Birinchi qo'yimiz 80 oshiq bo'lsa kerak. Dumbalarni ham yengil ko'rsatib o'ting. Tikkaligini. Mana akalar, afg'onni tozalar akalar mana. Metr qo'y. Metr qo'y mana.
Ikkinchi partiyamizni 80 ekan. Bo'ldi. Asha nima bo'lsa bo'ldi, qo'yaylik. Mana ikkinchidagi quyimizga ham e'tibor bering yaxshilar. Afg'onni zo'rini, elitasini olaman degan aka-ukalarga yengil tashlaymiz mana. Dumba razrezini ko'rsatib qo'yamiz uni. Mana inshaalloh. Bu ham tikka dumba razrezlari zo'r, bellari yo'g'on, o'ta originallari, garbonos, svit hammasi. Inshaalloh mana turinchisi ham ajoyib. Xudo xolasa bular narxi akalar bir joyga olaman degan aka-ukalarimizga $750 O'zbekiston bo'ylab dastlabkilargacha qilib beramiz. Xudo xolasa buni soni ko'p. Buni ko'p olaman degan aka-ukalar ham afg'on qul sog'liqlarga aloqaga chiqishingiz. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarni qilib beramiz. Shashlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana ikkinchi partiyamizga juda ajoyiblari. $750 dan xayriga o'tib beradigan yeri bor. Mana tozasini olaman, zo'rini olaman deganlarga yengil tashabbusini Umidjon. Zo'r akalar, mana zo'rlari. Xudo xolasa bundan keyinga ham yaxshi qo'ylarimiz bor, qo'chqonlarimiz bor. O gigant sog'liqlarimiz bor, yarishkalarimiz bor. Shularni ko'rsatib o'tamiz. Bir ikkinchi partiya avg'onlar bo'ldi akalar. Keyingisiga boshqachalari bo'ladi, mashalloh. Ukalarimiz 3-partiyaga haqiqiy gigant 90 plusda yosh, bo'g'oz, suyak katta qo'ysda yurgan aka-ukalarimizga yengil tashlaymiz akalar. Nima ekan? Yaxshilab e'tibor beringlar qo'ylarga. Kalla garbonos, svit, bo'y, dumma tikka. Mana ekan. Originallarni istab yurgan aka-ukalarimiz, o'tda ham suyagi, buyurlari ham uzun. Mana kallalar, garbonozlari ham juda ajoyib. Tishlarni ko'rsatib qo'ying. Tishlari akalar endi 2 tish to'lg'izib 4 tishga o'tayotgan, ham yosh. Haqiqiy akalar aldanmaydigan Qirg'izistonning qo'y akalar. Mana suya nima deyapti akalar? Jivo kelib ko'ringlar. Oldi ko'rsatlarni ko'rsatib qo'ying Umidjon. Mana qo'y 120 kilo oshiq mana. Polvon uzoqdan aytdim akalar mana ekan. Oldi korpuslar nima deyapti mana? Kalla, dumba razrez, belli, yo'g'onligi akalar bu ikkinchi qo'yimiz bo'lib qoladi. Hammasi polvon akalar. Hozir bular bo'ylarga metr tashab o'tamiz. Mana 3-chidagi qo'yimiz, mana kallalari, sivit, vobshe boshqacha. Tishini ham yengil ochib o'tib ket. 2 tish akalar, 2 tish 90 plusdagi qo'yimiz. Mana 4-chi qo'yimizga ham e'tibor beringlar mana. Yaxshilab e'tibor beringlar. Buni ham dumba razrezlari, bo'ylari, bo'yni uzun, quloqlar shalpon quloq, tishini ochib qo'ysin. Mana 2 tishdan 4 tishga o'tayotgan. Bolalar ham evlolmaydi. Mana 5-chidagi qo'yimiz, quloq shalpon quloq. Mana canavar. Oldi korpus bitta ko'rsatgan mana shu qo'y. Mashalloh. Mana qo'y. Oldi qo'lli egalligini qarani, ozgina semirsam shu qo'yimiz. Nima deyapti mana aka-ukalarimiz? Eng kattasi 4 tishda. Haqiqiy polvonni olaman, zo'rini olaman degan aka-ukalarimizga yengil tashlaymiz. Hozir bular buyiga bittadan metr qo'yamiz akalar. O bo'ylari xudo xolasa 90 atrofida, 90 plus minusga olaverasizlar. O birinchi qo'yimizni buyiga qo'yamiz. Hop. Mana yerdan, mana akalar, real uzoqdan olyapti. 90 qayda qilyapti akalar mana. 90 pastda qilib ketyapti mana. 92, 93 kallalarga e'tibor bering. Ikkinchi qo'yimizga qo'yamiz metrda. Ikkinchi qo'yimiz qo'rqoqroq ekan bilmayman. Mana yerdan qo'yilyapti 92, 93. Juda polvon akalar. 3-chi qo'yimizga qo'ying. Shamshiddin. 89, 90 atrofida. Bunisi ham xuddi shunaqa. O'ytib bo'ling polvon mana. Hozir bo'ladi. 88, 89. Oxirgi qo'yimizga ham qo'yib o'ting. Buni kassalariga e'tibor beringlar. Kassalar juda ham baquvvat ekan. Mashalloh, 90 qilib ketyapti. 90 plus akalar. Xudo xolasa ishqozlarga beramiz akalar. Soni 5 dona. Ular narxlari keladigan bo'lsa, narxlari akalar bir joy olaman degan aka-ukalarimizga 11 million so'mdan 90 plusli qo'ylarimiz ketaveradi. Yengil qo'yib qo'yasizlar, men mashina ko'rmayman. Yengil qo'yaringlar mana. Akalar oyoq qo'llarini suyoqlariga e'tibor berib qo'yasizlar akalar mana. Dumbalari tikka. Akalar 5 oni 5 joy oldim, bir joy oldim deganlarga 55 million so'mga O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarga chiqib beraman. Haqiqiy terilgan original qo'ylarimiz akalar, suyoqlar qalin, yaxshi qo'chqor bilan yurgan aka. Xudo xolasa qochgan bo'lsa akalar omadingni ham bersin. Mana ekan zo'rinaligini bizga ozmozdan foyda qiladi, sotamiz akalar. 3-partiyamizdagi
gigant sog'liqlarimiz. Videodan uzoqlashmay, videoni kuzatib turing. Bundan ham zo'rlari bor, ularni ko'rsatib o'tamiz. Aka-ukalarimiz, xudo xolasa 4-partiyaga Batkenni promo o'g'li mana ekan. O'ta krutoy qo'chqarimiz, mana deriski qo'chqor. Quloqlar 21, yosh qo'zi, oldi korpuslarni ko'rsatib olasan birinchiga. Mana oldi korpuslar juda baquvvat. Dumba razrezlardan ko'rsatib o'ting. Dumba razrezlar tikka, ajoyib, yelkalar tekis, quloqlar 21 da. Mana polvon akalar. Egasi qo'chqar juda ham polvon qo'chqaringiz. Mashalloh deb peslar akalar, mana 4-partiyaga ajoyib qo'chqarimiz, Batkenning o'g'li. Narxi $2000 akalar, olmos kelishadigan yeri bor. Hop, gigant sog'lig'imiz, afg'on gibrid. Mana shu qo'chqor bilan birga yurdi, xudo xolasa inshaalloh. Qaytib qo'ygan bo'lsa ajab emas. Xudo xolasa buni narxi akalar bu bir dona emas, 3 dona. Mana bu aniq qo'shdi ko'rdik aka-ukalarimiz. O mana bu 2 tishda mana. Shuni ko'rsatib mana 2 tishda. Bular uchalasi akalar bir joyga, bo'ylari 85 pilsga olaverasizlar. Bir joyga olaman deganlarga uchalasini 9 million so'mdan hariga o'tib beradigan yeri bor. Lekin mana bitta o'zini olaman desani, narxini kelishamiz inshaalloh. Gigant sog'liq. Xudo xolasa ishqozlarga beramiz. Mana qiziqqanlarga yosh 2 tish, 4 tish, 6 tishdagi qo'ylarimiz. Bu garantiya qochgan. Mana uni ko'rmaganmiz aka, lekin ichida yuribdi. Xudo xolasa shashla aloqa chiqarsin. Narxi 9 million so'mdan. Qo'chqarimizning narxi akalar $2000 ga beramiz, xudo xolasa aka. Xo'p, akalarning asosiy yeriga keladigan bo'lsak, yosh sog'liqlarimiz mana ekan. Bu birinchisi, shu 2 tishda. Mana akalar 2 tishda. Bu garbonozligimiz ham ashin shu yeriga. Mana oldi korpuslar juda baquvvat. Kelar bular narxi ikkovini bir joyga olaman deganlarga 8 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkalarga qilib beramiz. Afg'on gibrid sog'liqlarimiz. Akalar, shashla aloqaga chiqaverasizlar. Bundan keyingi ham juda ham ajoyib qo'ylarimiz bor. Ishqozlarga beramiz. Xudo xolasa 4-partiyamizga yaxshi sog'liqlarimiz, yaxshi qo'chqarimiz. Mana. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Aka-ukalarimiz kashtan 2 tishda, yaxshi sog'liq olaman deganlarga naqd bo'g'oz, qochgan, garantiyali kashtanni zo'rga ishqozlariga 3 dona kashtan sog'lig'imiz bor. Bitta dumbalarni aylantirib qo'ygan. Sizda o'sha qirroyung, elitasidan narxlari ham uncha vazn emas akalar. Bir joyga olaman deganlarga 8,5 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkalarga chiqib beramiz akalar. Mana yoshlari uchalasi ham 2 tishda. Mana. Bunisi yangi qo'zi bo'lsa, hali shakki ham chiqmagan. Bir joyga qiziqqanlar 8,5 million so'mdan shashil aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa zo'rlarni olaman deganlarga mana kashtan elitalari. Qirg'iziston Bishkekdan kelgan kashtanlar akalar. Mana bu yerdan ko'rsatiladigan qo'z yarichkalarimiz bor, qo'z tipetey turgan. Yana bir ikkita qo'z sog'liqlarimiz bor. Ularni ham yengil ko'rsatib o'tamiz akalar. Ular shashil aloqaga chiqaverasizlar. Aka-ukalarimiz xudo xolasa keyingi partiyamizga juda ham hamma joyga kelishgan, kassalari baquvvat, liniyasi, garantiyasi bor, adresi bor. Oldi korpusini ko'rsatgin-da. Oldi korpuslari, bo'yni tumorchalari, mana eyan, dumba razrez, quloq, xudoning mo'jizasini qarang, bunda qora dag'i ham bor ekan. Mashalloh mana ekan. Akalar buni garantiyali liniyasi bor. Ona tomon 80, ota tomon buldozerikini nevarasi deb berishdi, bilmaymiz akalar. Xudo xolasa bizga kelgan ma'lumotlar shu, lekin qo'chqor riyani zo'r. Mana haqiqiy qo'chqorni biladigan aka-ukalarimiz jivo ko'rib, mana zapaskalari ham juda ham ko'p. Cho'zilyapti mana. Quloq joylashish, quloqlar, razmlarni o'lchab qo'yali. Mana quloqlari, kassalari juda ham baquvvat akalar mana. Kassalar haddan tashqari baquvvat, quloq qalin, shrinalari eyan. Xudo xolasa mana kalsovga qo'yamiz. Svit gap bo'lishi mumkin emas. Aka-ukalarimiz svitlari ham mashalloh, quloq 21. Quloq 21. To'liq kassakka qo'ya olmaysan. Oldin chiqqanlarni qarani, peridog'lar akalar. Mana quloq 21 ga olarsiz. Kassalar baquvvat. Orqa razrezlarni ko'rsating-da. Orqa razrezlari ham zo'r. Mashalloh, xudo xolasa qo'chqor akalar ishqozlarga beramiz. Bu birinchi qo'chqarimiz bo'ladi 5-partiyamizdagini. Xudo xolasa mana ikkinchi qo'chqarimiz juda ham beso'naqa. Mana buyruq liniyadan akalar, buyruq liniya. Quloq bitta o'lchab qo'ymasin. Interes uchun bitta quloq o'lchali mana shu mashalloh, quloq ajoyib bo'lgan quloq. Quloq 25 pilsmi bilmayman.
Mana akalar 25. Nima deyapti akalar quloq? Mana real holati 25 plus 26 atrofida. Oldi korpusi ko'rsatuting. Oldi korpusi irg'ib chiqqan. Kassala baquvvat akalar. Bu ikkinchi qo'chqarimiz bolada nasroq liniyadan akalar mana mashalloh. Chop keng, kassa baquvvat. Ikkalaringiz bir joyda yotgan quloq evlab bo'lmaydigan darajada akalar. Haqiqiy quloq ishqozlarga yengil tashlaymiz. Akalar bular narxi keladigan bo'lsa, ikkalasini $3000 deb turishibdi. Egalari xudo xolasa bizga ham omonat. Xudo xolasa shashil aloqaga chiqarsizlar $3000 ga shunaqa quloq 25 nasroq lina mana zura akalar. Xudo xolasa ishqozlarga beramiz. Mana yoqda yosh qo'z qo'chqorchalarimiz bor. Mana uzun bu ham ajoyib. Quloqlar 21 plusda 22. Dumba razrez. Mana ona tomon frankel, ota tomon krasatchi deb berishgan. Mana kassala baquvvat, uzun, bo'yinli tumorchalari ham bor. Bu ham ajoyib. Mana ikkitasi ham shu kelishgan. Bularni akalar bir joyga $800 dan mana bir joyga olaman deganlar qo'yib. $800 dan O'zbekiston bo'ylab dastavkalargacha yengil qilib beramiz akalar. Kallalarni ushlab ko'stinglar Umidjon. Kallalarni ushlab ko'sting ash qo'ydilar. Mana akalar. Xudo xolasa quloq joylashish, kassala. Mana real olaman deganlar shashil aloqaga chiqinglar $800 dan O'zbekiston bo'ylab dastavkalarga chiqib beraman. Urug'bobni istab yurganlarga haqiqiy urug'bob zo'rlar. Mana akalar quloqlar uzunligi. Mana nima deyapti mana. Mashalloh. Kelar $800 dan bir joyga ketaveradi. Ishqozlarga yengil tashab bersizlar. Bugungi qo'ylarimiz yana ham ko'p. Xohlasa imkon barcha vaqtimiz yetgancha chiqazamiz. Oxirgi partiyasiga xudo xolasa juda ham qimmatbaho o'zimizning qo'ramizda baqayotgan qo'z sog'liqlarimiz bor. Yengil ashlidan ham 2 ta yo 3 ta sotuvga chiqazamiz. Videodan uzoqlashma, like bosib kuzatib turamiz. Aka-ukalarimiz xudo xolasa oxirgi partiyamizga qo'zi yarchkalarni, kalla, garbonoz, quloq, tashashlari, korpuslari, baquvvatlari, eng quloq, shalpan quloq, argilanlari xudo xolasa liniyasi bor o'zimizning qo'ramizda baqayotgan qo'z sog'liqlarimiz xudo xolasa haqiqiy seleksiyachi aka-ukalarimizga beramiz. Yoshlari qo'zi 6 oylik plusda 7 oylik yutib oldi. Mana yarchi qo'zi. Mana 6 oylikdan 7 oylik emas, 8 oylikka berib qoldi Umidjon bu. Mana 10 oylikda qo'z sog'lig'imiz. Tayin bularning oyligi. Dumba razrezlarni ko'rsataylik. Dumba razrezlar tikka. Buniki ham tikka akalar. Buniki ham tikka. Xudo xolasa ishqozlarga beramiz akalar. Oxirgi partiyamizda garbonozli sog'lig'imiz. Akalar buni narxi keladigan bo'lsak, narxi $1200 taqalgan akalar. Bu sog'lig'imizga ham $1200 garantiya liniyasi bor, adresi bor qo'yimiz. Oldi korpusini ham ko'rsatgan, quloq 22. Mana korpuslari haqiqiy baquvvat. Bu bitta ishonchli seleksiyachi akamizdan kelganimizga buni $750 ga dastavkalarni qilib beramiz akalar. Xudo xolasa akalar mana ekan. Originalni olaman, zurini olaman. Shunaqa shalpan qulog'ini olaman. Dahshatligini olaman, kallasi katta yarchkasidan olaman degan aka-ukalarimizga yengil tashlaymiz akalar. Mana sivitlari buni ham juda ham ajoyib. $750, $1200, $1200 ga beramiz mana akalar. Ishonchlik o'zimizning qo'ramizda mana xudo xolasa shashil aloqaga chiqaverasizlar. Oxirgi partiyamizga shu qo'ylarimiz bor. Akalar katta qo'chqor so'raganlar, katta qo'chqor. Bu boshqacha sog'liq so'raganlar, pulingiroq sog'liq so'raganlar, pulingiroq. Bundan ham zo'rini olaman deganlarga bundan ham zo'rlari bor akalar. Videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr. Kimga qanaqa qo'y kerak bo'lsa, shashilib aloqaga chiqaveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.